Mahalliy xabarlarga qaytamiz. Qoraqalpog'iston Respublikasida biologik faol qo'shimchalarni standartlarga zid ravishda saqlab, yurtimizga olib kirishga uringan shaxs aniqlandi. Tamara Jumaniyozova batafsil so'z yuritadi. Tashish harorati va saqlash talablariga rioya etilmasdan olib kelinayotgan mazkur biologik faol qo'shimchalar Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi Qoraqalpog'iston temir yo'l chegara bojxona posti stansiyasiga kirib kelgan 124-sonli Volgograd Toshkent yo'nalishidagi yo'lovchi poyezdining kupelaridan birida aniqlangan. Mazkur vagonning tepa qismida joylashgan havo almashtirish quvurlari orasiga xufiyona tarzda yashirilgan, hech qanday sertifikatlarga ega bo'lmagan jami 160 dona yod, turli xildagi sharbat va kunsimon turdagi biologik faol qo'shimchalar borligi aniqlandi. Qoraqalpog'iston Respublikasi bojxona boshqarmasi matbuot xizmati bergan ma'lumotlarga ko'ra, fuqaro mazkur biologik faol qo'shimchalarni bojxona nazoratidan yashirib, qayta sotish maqsadida olib kelayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan bojxona organlari tomonidan tergovga qadar surishtiruv harakatlari olib borilmoqda.